Yunusobod tumanidan kompaktniy hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. Shahristanskiyda 2/1 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda avtomatik darvozalar, odam kirib chiqishi uchun kalitka, yozgi oshxona va umumiy hojatxonamizda joylashgan. Hovlimizga bemalol ikkita mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Kichkina zilondan zona qoldirilgan. 2/1 sotuv yer maydoniga bundan yaxshi planirovka shu kungacha men o'zim ko'rmaganman. Binomiz 3 qavatli, 330 kvadrat metr jilo maydonga ega. Shunga o'xshash hovlimizdan 3 dona qurib bitkazilgan, ikkitasi sotilgan. Mana oxirgisi sotuvda. Har bir qavatimizda 110 kvadrat metrdan eshikdan kirishimiz bilan hol kutib oladi. Kattagina ranglarga ahamiyat qilaylik. Juda ham zo'r, odamni ko'zini charchatmaydigan stilda remont qilib bitkazilgan. Chap qo'limizda oshxona joylashgan. To'rdagi xonamizda zal. Bemalol shu yerda mehmonlar kutaverasizlar. Razmeri kattagina. Remontga отдельно baho berasizlar. Yaxshi ustalar remont qilgan ekan, chunki kichkina detallargacha ahamiyat qilingan, orqa hovlilar qoldirilgan. O'rtada umumiy sanuzel dushovoylari bilan va birinchi qavatga tegishli spalni. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ma'qul bo'ladi. Qiynalib ikkinchi qavatga ko'tarilib o'tirishmaydi. Garderob uchun joylar qoldirilgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan shunaqa chiroyli lyustralar kutib oladi. Uyimizda umumiy hisobda 6 ta xona bor. Birinchi xonamizda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni, ichida o'zining sanuzeli bilan did bilan remont qilingan. Hamma xonada klimat kontrollar qo'yilgan. Sanuzeli ham razmeri kattagina. Ozgina ishlari qolgan uyimizda. To'g'rida yana bitta xona. Balkoni bilan ichki hovliga qaragan, garderob uchun joylar qoldirilgan. Ikkita bolali yotoqxonasi chap qo'limda va o'ng qo'limda. O'g'il bolalar va qiz bolalar uchun mo'ljallangan spalnilar. O'rtada umumiy sanuzel bilan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podvalga tushishimiz bilan kattagina hol kutib oladi. Divandan zona qilib oilaviy o'tirsanglar bo'ladi. Bitta katta xonamiz bor. O'zingizlarga moslab to'g'rilaysizlar, hamma sharoitlari bor. Keyingi xonamizda kladovka, undan keyingi xonamizda kotelniy xonamiz. Narxini $270 ming narxlovimiz, narxlari kelishiladi. Pastda nomerlar yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.